Oybek. Birinchi etaj. İşte. Oybek. Ana bitti. Bitti. Üç xonali ekan. Ha. Mana sanuzel o'zi kerak. Ha, sanuzel. Yangi tushgan domlardan sotuvga qo'yilgan. 3 xonali kvartira. Hop. Bitta xonasi. Ikkinchi xonasi. Ketdik. Lift var, lift ishlaydi. Tak. Going up. Yine hemen. Sökün ya. Third floor. O'zing bor. Nechinchi? 4-chi etajmi? 4-chi etaj mana. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu kuxnya ekan. Hop. Bitta xona. İkinci xonasi bor. Balkoni bilan ekan. Balkon bor. Balkondan выход qaysi tomonga? Oldi tomonga. Tak. Balkoni bilan mana. Material qo'yilgan, tayyor. Sanuzel. Bu yerda ham shu ahvol mana. Hamma yoq tayyor, boqib qo'ygan. Hop. Eshiklar ham mana yengil. Yaxshi holatda qo'yilgan. Suvlar hali ulanmabdi. Kuxnya mana shu mana. İki xonali kvartira ekan bu. Ko'rma ekan. Oltigacha dedi. Birdan 6gacha dedi. 4, 5, 3, 9. Birdan 6gacha. Ha. Kelishayotganingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bitta xonamiz mana. Kirishimiz mana shu. Hol. Hani kichkinagina sanuzel. Sanuzel ekan. Bu mana xona bitta mana. İki xonali, bir xonali shekilli bu. Kuxnya mana. Mana ikki xonali ekan bu ham mana. Bolalar parket qilingan. Ideal holatga olib kelib qo'ygan. Hop. Sanuzel.